eri bilen bir öde yatqısı gelmeyotgan bunda ahvalın biri ayollardaki şu bah acizlik. Abdumjit aka hazır şu ayollarda öz iriga qiziqmayotgan, yaxshi ko'rmayotgan, mayda bulab qatgan, mushu zodin nima sababdan mushuni bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bo'tu. Bu shunda eriga o'chilab qatgan, eri shunda yaxshi muhabbat izhor qilib tursa, ko'ziga satkunab qatgan, er kishiga xolamayotgan deydi. Bunda qiz ayollarimiz kundan kunga ko'payib mengayotdi. Bumi amaliyotda shu erlardagi bah ojizlik degani amaliyotda shu ayollardagi bah ojizlik shu. Ya jinsiga qiziqmayotgan bo'lib qatgan, erini o'chkurtgan, eri bilan bir öde yatqısı gelmeyotgan bunda ahvalın biri ayollardaki şu bah acizlik. Endi bu ayollardaki bah acizlik nima sababdan kelib chiqadi degan chog'da birinchidan ayol har doimlik shu yugurish musobaqasida ayol taraf oxirgi pallaga borolmay bu musobaqa oxirlashib mingivasa qayta mingivergandan keyin ayol taraf buningdan qanoat his qilolmaganligi sababidan shu eriga o'chilab qatgan, erini xolamayotgan bo'lib qoldi. Bunga qarata biz er kishi tarafga doğrusu ma'quldurmiz. Endi ayollarning o'zida er taraf shunchalik sog'lom, sifatlik bo'lgan taqdirdami, ayolning o'zida bu shunda qiziqish oz, yugurish musobaqasi noyida bak ost yugagan bunda bo'lgan bo'lsa, er tarafga to'g'ri qilmaymiz. Ayol kishiga ba'azlik bo'lganligi ayol kishiga bitmiz to'g'ri. Bunundan bilak, şu ayol kishininki tuxumdan xizmati muddatdan burun chekinib ketish ahvoli pek ko'p. Bu tuxumdan xizmati chekinishi nurg'un sabablarga berib taqiladi. Endi shu har xil sabablar tufaylidan tuxumdan xizmat chekingan chog'ida ayollik, onalik hormonlarini ajralishi tamponsizlashib, buningdan yana shu er xolamayotgan bo'lib qolgan ahvolga keltirdi. Uningdan bilak ayollarga har xil ayollar kasalligi, diabet kasalligi, qalqasma bad xizmatiniki yuqori tuvan shunda yuqorilab ketishi ya tuvallab ketishi onundan bilak şu ishga ajabli tempoliqning buzish sababidan bor nervaga ta'sir yetkazib nerva xarakterlik shunda ayollardagi jinsiy ojizlikni keltirib chiqarib qo'ydi. Shunga biz buni sababini teyib chiqib shundan qarata davolash qilamiz. Bunda davolash qilsak shu ayollardagi har xil bah ojizliklar o'zigini o'ngishilib ketadi. Inoq bo'lgan, sifatli bo'lgan bir oilani qaytadan kutib ola olamiz. Shunga bu acizlik nuqul haldaki er kishininla ko'rilayotgan kasallik emas. Bu jamiyatimizda ayol kishining nihoyatda ko'p ko'rilayotgan bir kasallikdan birisi.